Ana uy sharoitidagi maskalar yokida yuzinglarni depilatsiya qilganinglarda dog' nimadan tushadi? Ko'pchilik bunda quyoshni ayblaydi. Yo'q, bunda quyoshni aybi yo'q. Birinchi, terida xavf paydo bo'lishi bilan organizm biz zararlandik deydida, ana o'sha xavfni yopish uchun melaninni ko'proq ishlab chiqarishni boshlaydi. Natijada dog' paydo bo'ladi va biz uni ustiga quyoshga chiqamiz yoki himoyalanamiz. Eng katta xato dog'ni ochartiruvchi yoki dog'ni ketkazuvchi vositalarni, kislotalarni yokida qanaqadir kosmetikalarni birinchi bir hafta ichida ishlatish. Bu sizni dog'ingizni faqatgina battar qilishga xizmat qiladi. Shuning uchun o'rtoqlar, birinchi o'rinda muammoni aniqlaymiz va unga to'g'ri taklif berishni o'rganamiz. Agar sizni teringiz depilatsiyada qo'ygan bo'lsa yoki qanaqadir uy sharoitidagi maskalardan qo'ygan bo'lsa, bunga qancha vaqt bo'lganini aniqlashingiz kerak. Bir hafta ichida yoki bir oy ichida bo'lsa tez yordam bera olasiz. 6 oydan, 1 yildan ko'proq bo'lgan bo'lsa, unday dog'lar juda sekinlik bilan ketadi, lekin ketqisa bo'ladi. Agar sizda 6 oylik, 1 yillik yoki yangi dog'lar bo'ladigan bo'lsa, rasmga olib bizga direktdan yuboring. Bizda professional dermatolog, kosmetologlar konsultatsiya berishadi. Sizni dog'ingiz muammosiga qarab aniq yechim taklif qilishadi. Va yana bitta muhim fakt, dog'lar bilan quyosh agressiv bo'lgan vaqtda emas, kamroq bo'lgan vaqtda ishlang. Misol uchun kuzda va qishda dog'lar bilan ishlash to'g'ri bo'ladi. Bepul konsultatsiya olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring.